Endi burnimni mana shunday qilib yuraman, hamma ko'rsin deb. Voy. Qo'lingiz bilan ham bemalol ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Ingichka qanaqa bo'lgan uchini, yonboshini ushlab ko'ring. Yuzingiz o'zgardi siraza. Zo'r bo'pti. Yoqdimi? Salomat bo'ling. Voy, mashalloh, вообще zo'r bo'pti. Asqar aka oldiga kelishimga sabab shu singan edi, ancha yil bo'ldi. Unda yoyilib ketdi. Juda ham meni xunu anaqa bo'lib ketdi. Keyin ustini ham qildiraman deganimda, shularni oldira tavsiya qilishdi. Keldim va 20-da operatsiya bo'ldi. Hozir endi ustini yechishdi. To'g'risi, bunaqa bo'lishini, bu darajada bo'lishini kutmadim. Juda ham xursandman. Rahmat, qo'l ko'zligi dard ko'rmasin. Kim qildirmoqchi bo'lsa, bemalol kelib, qo'rqmasdan qildirishsin. Chunki oxirida bunaqa natija bo'lishini menimcha hech kim kutmasa kerak. Chunki o'zim mamtlar va shu xunuk edi. Hozir juda ham chiroyli. Endi burnimni mana shunday qilib yuraman, hamma ko'rsin deb. Kattakon rahmat. Ochiq usulda rinaseptoplastika amaliyotini bajarganmiz. Burunimiz juda ham murakkab edi. Ya'ni bemorimiz travma olgan 2 marta. Shu hisobiga burun benlari kengayib ketdi. Xudo xolasa hozir mana gipslarni olib tashladik. Natijalari o'zimizga ham yoqdi, bemorimizga ham yoqdi.